Nay. Xo'p, qishlog'imga ham keldim. Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot va mening yangi videorolikimga xush kelibsizlar. Xo'p, san qayerdan kelayotgan deyishingiz mumkin. Men shahardan manamdaqa o'zimga yangigina qilich sotib olib keldim. Va bu qilichni endi men yovuzlarga qarshi kurashishda ishlataman. Yo'q. Nimaga tushmayapti endi bu? Yo'q. What the fuck? Bo'ladi. Nimaga tushmayapti endi bu? Oz sindirib tushirishimiz kerak. Ana. Xayriyat, yuragim yorilib ketdi-yu, obunachilar. Xo'p, sizlar videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Tezroq men 1000 ta obunachi to'plashim kerak. Xo'p, tak. Tak. Mana uyimga ham kelib oldim deyayotgan edim, golemlar. Bu qanaqa golemlar yana obunachilar? Voy yo'q, kiritinglar mani, qochinglar. Nimaga kiritmayapsizlar? Qochinglar deyapman sizlarga, qochinglar. Yo'q. Nimaga bo'lmayapti? Kapot, nima gap? Sizlar shu yerdamisizlar, golemlar? Sani golemlaringmi bu sani? Da, kapot, uzr, xalaqit bergan bo'lsa, mani golemlarim bular, mani kimyoviy tajribamdan chiqqan golemlar, uzr, lekin xalaqit bergan bo'lsa. Yo'qot bularni qanday olaman? Men uyimga kirishimga qo'ymayapti-yu bular. Yo'qot tez. Hozir qanday qilib paydo bo'lganini aytib beraymi senga? Da, qiziq lekin menga. Qara unda, man o'sha kimyoviy tajribalar bilan chiqib, golemlarni yaratdim. Almazli, izmaritli, oltinli va bedrock и TNTli golemlarni yaratdim. Ularga yana bir narsani qo'shmoqchi edim. Qishlog'imizni qo'riqlaydi, u-bu qiladi, ya'ni himoya qiladi degan maqsadda yaratdim bu golemlarni. Seni keyinchalik u sening uyingni oldiga borib qolibdi-da, endi uzr, kapot. Mana shunaqa qilib, keyin man uyga kirib ketdim va uyda sandiq bilan narsani olgunimcha golemlar tirilibdi va birinchi almazli golem qochib qolibdi. Izidan keyin mana izvorotli golem qochib qolibdi man uni ko'rib qoldim. Va qayerga ketganini payqamay qoldim va qarasam golemlar yo'q bo'lib qolibdi. Shunda xayriyat qoldim-da. Keyin esa qayerga ketganidan xavotir olib qo'ydim. Birorta qishlog'iga yokida birorta uyga zarar yetkazmasin degan maqsadda hayratga tushdim va seni oldingga keldim. Mana seni oldingdagi golemlarim. Xo'p, tezroq olun-da, tez ol. Bulardan qanday o'taman? Ey golem, qoch bu yerdan, mani uyim bu, o'tib ketayman. Shu ishni xato qilding. Nega mani uyim-ku bu? Qoch, ey golem, qoch. Yo'q, brachilar, yo'q. Oy. Nima bo'ldi bu? Menga nima bo'ldi? Qayerdaman? Kapot Revisar. Da, nima bo'ldi o'zi menga? Sani golem otib yubordi-yu, esingda yo'qmi? Endi esimga keldi. Yaramas kuchi ko'p ekan-ku goleming ham. Hozir boraman-da, mana shu qurolim bilan vacha etib urib tashlayman jonsam. Sani quroliga dosh berarmikan, ko'ramiz. Xo'p, qarab tur. Xo'p, qoch, men uyimga kirishim kerak. Qiziqda, mana narsa qil. Nima qilaman buni, kapot, bilmayman mana nima qilishni olyapman. Urib o'ldiraymi? Da, urib o'ldirib ko'r, hadiyam ish berarmikan. Go, let's go. Qani, mana, ol mana. Mana o'ldi. Xayriyat, qishloq o'lar ekan bu ham. Da, o'ladi lekin. Bo'ldi. Qolganini ham shunday qilamiz. Yo'q, kelishamiz. Okay. Sen ham qochasanmi? Temir golem? Alo, gapirasanmi yo'qmi? Nimaga gapirmayapti bu qishloqi? Bilmadim. Nima bular? Bular nima? Baliq, berdi, qalmoq va ovqat. Nay. Golem, qalaysan, yaxshimisan? Zo'r o'tdi, lekin piknigimiz ham to'g'rimi? Aytgancha golem gapira olmaydi-yu. Xo'p, mana bu baliqni tutsam, yo'q. Tutib bermoqchimisan golem? Davay, tutib ber, davay, kutyapman, davay.
Obke. Tasha golem, tasha. O. Judayam yaxshi golem. O'zim boqqan mol. Zo'rsan. Xo'p, buni tortga qaraymiz. Tort olamiz, tort yeymiz. Davay. Let's go. Mana bugungi ovimiz ham barobardan keldi obunachilar. Yaxshi, endi bu ikkita golemni yo'qotsam bo'ldi. Qishloqqa nima qilyapsan bu yerda? Mana shu golemni bir narsa qilmoqchiman uyni oldidan olish uchun. Nima qilding endi? Nima bo'ladi? O'zing harakat qilib qo'y. Harakat qilishim kerak-da endi mana bunaqa golemchalarga. Davay. Xo'p, qara. Golem, bratishkam, qochasanmi yaxshilikcha yoki o'zim o'ldirib qochishtirayim seni? Gapirmaydimi qishloqi? Qayerda ko'rgansan gapirgan golemni? Ha, to'g'ri, lekin seni bir tomondan gaping ham to'g'ri. Nima qilsak bo'ladi buni? Bilmadim qishloq. Men ham hayron qoldim. Ko'taraman desam og'ir. Og'irligini qaranglar, mana obunachilar. Nima qilamiz endi? O'ylash kerak, nuda. Yo, bo'lmayapti qishloqqa, nima qilsam bo'larkan? Bilmadim, mana kapot. O'ylash kerak. Yo'q, qarang. Mana oldik. Mana qishloqqa. Xayriyat. Obsidianli golemni ham olib oldik. Obsidian debman, kallang oyog'im uzr. Adashib ketdim. Bedrockli golem. Xo'p, endi bu yerda TNTli golem qoldi. Uyimga kirsam bo'ladimi? Kirib ko'rchi, ko'ramiz. Bu TNTli golemni nima qilamiz qishloqqa? Bilmadim. TNTli golem yo'qol bu yerdan, apa bu finsani. Uyimga kirib olsam hozir nima qilsam bo'lar-ekan obunachilar TNTli golemni? Yo'q, portlayapti. Voy. Obunachilar, uyim portlab ketdi TNTli golemmi deb. Qishloqqa javob berasan. Maki qishloqqa, maki. Kapot baqimadi bu. Sani golemingmi? Yaxshi. O kapot menga tegma. Nima qilamiz? Nima qilaman endi men? Yo'q. Bedrockli golem bu yerda nima qilyapti? Mana bu yerda bir narsa qishloqning ustiga tushib ketdi bedrockli golem. Yo'q. Tak. Qishloqqa yaxshimisan, o'zingga keldingmi? Kapot. Nima bo'ldi menga? Sani bedrock ustingga tushib ketdi, ya'ni bedrockli golem. Mana golem o'zi ham shu yerda. Bilmadim, ahvolim yomon. Ana, sani nomingdan uzr so'rayapti-yu, mana gullarni tashlab. Kechirasanmi qishloqqa golemni? Kechiraman, faqat uzr so'ragan bo'lsam bo'ldi, kechiraman. Mana senga tortam olib keldi bu. Qanday yaxshi yeb olamiz. Qishloqqa tuzalib ketgan bo'lsang bo'ldi, yaxshi. Xo'p. Shifokor sizga ham rahmat. Golem atak senga ham rahmat. Ko'zingni menga unaqa qilma. Xo'p, obunachilar, meni kelib oldim uyimga. Bu yerda oltinli golem nima qilyapti ekan? Oltinli golem nima qilyapsan bu yerda? Nima qilmoqchisan? Alo. Uyimga kiray. Nima bor? Nima qilmoqchisan? Obunachilar, nima qilmoqchi bu? Tushunmadim men. Tushunmadim. Tushungan bo'lsanglar, obunachilar kommentariyada yozinglar. Baliqqa boramizmi? Bo'ldi, golem, gap yo'q. O'zim boqqan mol, davay baliqqa ketamiz. Qanday go'zal bu olam, bir qarang. Qanday go'zal bu olam, bir qarang. To'g'rimi golem? 100%. Xo'p, obunachilar hammaga xayr, obunachilar sizlar bilan kompot bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha rahmat.